UFC qiroli va chempioni sobiq albatta Kamaru Usman, nigeriyalik vahshiy deyishadi uni. Dahshat, vahshiy shunaqa deyishadi. Xoakin Bakliga qarshi hozirgi kunda Xoakin Bakli juda ham zo'r ketyapti. To'g'ri endi ko'proq veteranlarni yutganday bo'lyapti va zo'r оборотda. U 84 kilogramda urishardi, keyin 77 kilogramga o'tdi. 30 sekund vaqtlaringizni olaman do'stlar. Bizni kanalimizni juda ham ko'p odam kuzatib boryapti va kuzatayotganlarning soni 30 ming, 20 ming, 40 mingdan oshib ketyapti ba'zida. Masalan so'ragan bo'lardim, iltimos qilgan bo'lardim joyi kelsa. Kanalga podpiska bosing, hoziroq podpiska bosing kanalga, videoga like bosing va kommentariyaga keyingi kimni jangini muhokama qilishimiz kerakligini yozing. Va biz videoni davom ettiramiz. Va o'zimizdan Nursulton Ro'ziboyevni 72 kilogramda yutdi va hozir zo'r ketyapti. Colby Covingtonni muddatdan oldin yutdi. To'g'ri, muammolar bo'ldi oxirgi raundlarda, lekin Colbyni hech qachon hech kim ishoning bunchalik urmagan. Kamaru Usmanga anchadan beri aytayapti urishaylik deb va hozirgi kunda jangi reallashib boryapti. To'g'risi, menimcha Kamaru Usmanni asrab kelishayotgan edi. Hamza Chimayev bilan jangidan keyin juda ham hozir Kamaru Usman nima deyilardi? Yaxshi ahvolda emas edi. Chunki Leon Edwardsdan 2 marta yutqizdi. Hamzatdan yutqizdi. 3 marta ketma-ket yutqizib va hozirda mana yosh, och da'vogarga qarshi jang qilish kerak bo'ladi. Kim yutsa, o'sha kamarga juda ham yaqin bo'ladi do'stlar. Bu jangni qanday qilib bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda har doimgidek biz stoykani baholab chiqamiz. Stoykani baholaymiz, ya'ni Xoakin Baklining imkoniyatlari va Kamaru Usmanning imkoniyatlarini baholaymiz. Xo'p, bu yerda imkoniyat deyarli teng deya olmayman. Stoykada Xoakin Bakli Usmandan ancha ustun turadi. Usman qo'llarini, oyoqlarini, hammasini, zarbalarini bu nima uchun? Raqibni charchatish, chalg'itish uchun ishlatiladi. Usman men ko'rdik endi UFC'da to'g'ri yaxshi nokautlar, Gilbert Burnsni texnik nokaut bilan yutdi, Colby Covingtonni texnik nokaut bilan yutdi, lekin baribir Usmandan zarbaga bo'lgan nima deyiladi? Ishtiyoq kamroq. Lekin Xoakin Baklida bu narsa ko'proq. Xoakin Bakli chapaqay oldingi qo'lini ishlata oladi, chap qo'lini kutilmaganda bera oladi, oyoq zarbalarini yaxshi ishlatadi va bu bilan Kamaru Usmanga og'riqli zarbalar bera olishi mumkin. Kamaru Usman Colby Covington bilan jangdan keyin ko'rdik, u chap oyoq va chap qo'l zarbalariga zaiflik qiladi. Leon Edwards bilan ko'rdik, ikkinchi bo'yida nokaut bo'ldi. Birinchi bo'yida Leon Edwardsni yutgan, ikkinchi bo'yida nokaut bo'lgan, uchinchi bo'yida yana ochko bo'yicha yutqizdi va har jangida zarbalardan qo'rqayotganini haqiqatdan ham legenda bo'lib yurgan odam birdaniga nokaut bo'lib qolsa, bunaqa zarbalardan qo'rqib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bu borada stoykada so'zsiz Xoakin Bakli ustun. Zarba kuchi bo'yicha ham, tezlik bo'yicha ham va zarbalarga bo'lgan bir qandaydir bir ehtiyoj va shiddat bo'yicha Xoakin Bakli ustun. Ana endi kurash texnikalari bo'yicha. Kurash texnikalari bo'yicha Kamaru Usman bizda yaqqol ustun deya olmaymiz. Chunki Kamaru Usman bittada yiqitib olish takedownlar bo'yicha oldinda emas. Kamaru Usmanning vazifasi qanday? Kamaru Usmanning vazifasi raqibni devorga qadaydi, o'sha setkaga charchatadi, sudraydi va oxirida brasok bilan yutib ketadi. Xoakin Bakli bittada aldab turgan holatda stoykada zarbalar beradi va siz stoykada zarbalar kutayotganingizda kutilmaganda kurashga kiradi va sizni yiqitib oladi. Lekin Xoakin Baklida men juda ham kontrol pozitsiyasi, ya'ni yiqitgandan keyin kontrol pozitsiyasini past baholagan bo'lar edim. Chunki janglarda ham unday katta zo'r qilib kontrol qila olmaydi raqiblarini. Uzr uzilib qoldi. Xo'p, Xoakin Bakli parterda ko'p kontrollarini ishlata olmaydi. Endi do'stlar, qaranglar. To'g'ri aytishingiz mumkin. Nursulton Ro'ziboyev bilan yaxshi kontrol qila oldi. Nursulton Ro'ziboyevni kontrol qila oldi deyishingiz mumkin. Lekin Nursulton hamma janglarda deyarli hamma jangida agar uni yiqitsa Nursultonni ozgina bo'lsa ham kontrolga vaqt beradi Nursulton. Baklini kontrol qilish juda ham qiyin. Haqiqatdan zo'r kurashchilar bilan tushganda ham o'zini kontrol qildirib qo'ymaydi va Usmanni yoshini hisobga oladigan bo'lsak, Usman hozir charchab qolyapti va motivatsiya kamaygan. To'g'risi men Xoakin Baklini yiqitib, Usman kontrolni ushlab tura olishiga ishonmayman. To'g'ri, brasok qilishi mumkin, lekin juda ham qiyin bo'ladi. Agar 5 raundlik bo'y bo'ladigan bo'lsa, Usmanning imkoniyati ko'proq, chunki Bakli charchab qolishi mumkin. Lekin ungacha Usman ko'p zarbalar o'tkazib yubormasligi kerak bo'ladi va o'shanda kurashni isha oladi.
ishlata oladi. Demak, bu yerda kurash bo'yicha Usmonga ko'proq ustunlik beramiz. Usmon chunki raqibni charchatib, brasok qilish bo'yicha haqiqatdan ham UFC'dagi eng ko'zga ko'ringan jangchilardan bittasi hisoblanadi. Endi oxirgi punkt bu parter va kardio jihatidan. Kardio jihatidan so'zsiz Kamar Usmon bu yerda ustun. So'zsiz. Chunki Hamza Chimayevdek bosimi birinchi raundda jangchilarni sindirib qo'yadigan jangchi Usmonni charchata olmadi birinchi raundda. Ikkinchi raundda ham charchata olmadi. Uchinchi raundda ham charchata olmadi va Usmonni o'zi oldinga borishni boshladi. Hamzaning charchaganligini sezdik va kardio bo'yicha so'zsiz Kamar Usmonni qo'yamiz. Plus qo'shib qo'yamiz. Joaquin Buckley oxirgi raundlarda charchab qoladi. Chunki u zarbalarini ko'proq berishga harakat qiladi va oxirgi raundlarga charchashni boshlaydi. Agar uni zarbalari vaqtida o'tavermasa, raqibga qarab zarbalari tez-tez o'tavermasa, Joaquin Buckley charchashni boshlaydi va oxirgi raundlarda pozitsiyani beradi. Grappling masalasi bo'yicha aytdim. Kamar Usmonda kontrol kuchli. Lekin janglarga e'tibor qilating, Kamar Usmon ko'p parterda raqibini kontrol qilmaydi. Kamar Usmon raqibini Diorning oldida, ya'ni kletkada kontrol qiladi ko'proq. Joaquin Buckleyda bu deyarli yo'q. Agar u raqibidan kurash bo'yicha ustunroq bo'ladigan bo'lsa, kontrol qila oladi. Ya'ni raqibdan ko'ra kurashi kuchliroq bo'lsa, kontrol qiladi. Ya'ni raqib qanaqadir udarnik bo'lishi mumkin yoki juda ham yomon grappler bo'lishi mumkin. Pastdan balivoyda qila olmaydigan grapplerlar bo'lsa, u kontrol qilishi mumkin. Lekin kontrol jihatidan haqiqatdan ham Usmon birinchi o'rinlardan bittasi hisoblanadi. To'g'ri, mana shu imonni kontrolini deb Usmon juda ham nima deyiladi, UFC kamari uchun juda ham navbatni uzoq kutishga to'g'ri kelgan. Lekin nima deyiladi, ish beradigan kontrol. Ya'ni bosadi, to'g'ri ko'p ish qilmaydi, lekin ish beradi shu kontrol. Shuni hisobiga yana bu punktda ham Kamar Usmonga yutuqni beramiz do'stlar. Ana endi biz umumiy olib qaraydigan bo'lsak, biz endi universal jangchi haqida gaplashamiz. UFC chempioni va UFC jangchisi haqida gaplashamiz. Bu yerda umumiy jangchilik nima deyiladi? IQsi jihatidan, jangchilik qobiliyati, tajriba, kuch jihatidan men Usmonga bergan bo'lardim g'alabani. Usmonda bu yerda nima deyiladi? Imkoniyat ko'proq degan bo'lardim. Lekin Usmon oldingida zarba ko'tara olmaydi. Ko'p janglarda Usmon zarba yesa ham oldinga qarab kelavergan. Zarba yesa ham oldinga qarab kelavergan. Lekin oxirgi janglarda ko'ryapmiz, zarbalar uni ozgina muvozanatdan yo'qotyapti. Joaquin Buckleyda zarba yetarlicha kuchli. Shuning uchun agar Usmon nokaut bo'lib qolmasa, Buckleyni ochkolar bo'yicha yutadi. Agar Buckley charchab qolmasa, Usmonni nokaut qilib yuta oladi deb o'ylayman. Do'stlar, shunaqa podpiska bosib qo'yamiz kanalga, podpishka qilib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Mana videomni ko'ryapsiz. 10 mingta, 20 mingta odam ko'ryapti. Shu 10 mingta, 20 mingta odam like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'llab qo'yinglar. Men sizlardan shundan minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bobur Qurbonov bo'ldi. Kanalimizni kuzatib boring. Hali ko'pgina obzorlar bo'ladi sizlardan. Salomat bo'ling.